yolg'iz Alloh ko'rib turibdi. Orqangizda malol keladigan jamoat yo'q. O'zisiz, yolg'iz o'ziz ibodat qilasiz. Yig'lab turib Allohdan so'raladigan payt boshni sajdaga qo'yganda, rukuga qo'yganda, subhana robbiyal a'loni aytganingizdan keyin dilingizda nima niyatingiz bor, Xudodan nima so'raydigan iltijolaringiz bor, peshonangiz sajdaga tegib turgan paytda erinmasdan birma-bir duo qilib, mana shu namozlarda so'rashlik joiz bo'lar ekan. Hazrati Anas bin Malik marhamat qiladilarki, men janob Rasulullohdan eshitdim. Payg'ambarimiz marhamat qildilar. Meni masjidimda o'qilgan namozni savobi 10 mingta namozni savobiga teng. Ya'ni Masjidul Haromda o'qilgan, Makkada o'qilgan masjidning savobi 100 mingta namozni savobiga teng. Jang maydonida o'qilgan namozni savobi 2 million namozni savobiga teng. Bularning hammasidan ham eng afzali